Amir avtosavdoda bizdan arzonchiroq Damas so'ragan akalarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan, minishga tayyor, texnik tomonlaridan hech qanaqa muammolar yo'q. Damas mashinasi kelib bo'ldi akalar, ko'rishingiz mumkin. Kuzov holatlari ham zo'r holat turibdi. Xo'p, yumshoq bo'lgan, yaxshi qalbala to'qilgan. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yaxshi holat turibdi mashinaga. Chexol, ko'ri, polli solingan magnitofon kolonkalar bor akalar. 626 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Temir gaz bilan uстановка qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, akamiz toshni o'lmasaganlar o'zini uchun bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olasizlar. Akamiz polniga roziman deyaptilar. Uni ham o'zini uchun tekshirtirib olasizlar, lekin kuzov holatlar haqiqatdan ham zo'r holat turibdi. Choklari ham yaxshi holatda. Narxini okalasizlar olib maza qilib minishini uchun 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. $2550 baholandi. 2008-yil minishga tayyor Damas mashinasi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.